mana 26-yilda hisobida juda ham katta marralar olganmiz, juda ham katta ishlar qilishimiz kerak. Biz ham qilishimiz kerak, hokim bo'lib, lekin mana shu yerda yashaydigan fuqarolar ham bajarish kerak bu ishni degan nuqtai nazardan boshimizga axborot berdim telefon oldim. Eshitdinglarmi? Eshitdik. Og'ir mahalla sifatida. Va imtiyozlar ham juda keng berilgan. Imtiyozlar ham keng berilgan. Mana men hozir kredit muhtaram prezidentimizga rahmat. Kreditni o'sha foiz stavkalarining pastligi bemalol nimaiki ishni qiladigan bo'lsak bo'ladi yoki bo'lmasa imtiyozli davrlar bo'yicha hamma yo'nalish bo'yicha tushuntirib o'tdik. Buni o'zlashtirish uchun o'zimiz avvalo qat'iy o'zgarib o'zimizdan intizomni boshlab. Mana aytdik o'sha yuzga kirgan bog'li ishlar, mana hojibot daraxtlari ko'pchilik kelguncha chiroyli qo'yibdi. Nimadir qilib mehnatimizni ko'rsatishimiz kerak. Hamma joyimiz boshqacha bir qiyofaga kiradi. Asfalt qilsin, simyog'och qilsin, boshqa qilsin degan faqat bitta narsa. Faqat bu bola oldin pulni ishlatib loyihalarni ko'rsatgandan keyin bu ishni amalga oshiradi. Mana bunday imkoniyat, cheksiz imkoniyat. Undan tashqari pulda deydi, subsidiya deydi, qanchadir mablag'larni biza faqat o'tirib kimni nima xohlayotganini. Ko'p narsa emas, odamlarning uyiga borsa, o'zi aytadi. Bitta mutaxassis olib kelib, yo ekkan boboni olib kelib, yo bitta xonadonni olib kelib, tagini ko'rsatdi. Mana plyus yoniga xo'sh, kredit imtiyoz 40 ta tovuq. Hamma sog' salomat.